Muhtaram azizlar, bu uchrashuvimizda bugun sizlar bilan dinimizning go'zalligi, umuman Allohning bizga rahmati, mag'firati haqida gaplashmoqchimiz. Alloh taolo azizlar bandalarini juda ham yaxshi ko'radi. Hech bir bandalarini azoblashni xohlamaydi. Din Alloh tomonidan insonlarni baxti, saodati, go'zal yashashi uchun yuborilgan ne'mat. Din biror bir kishini o'ylab chiqargan falsafasi emas. Din bu Alloh yuborgan. Alloh taolo insonlarni yer yuzida chiroyli yashashi, baxtli bo'lishligi uchun yuborgan bir ne'mat. Juda ham yengil. Islom dini ayniqsa juda ham yengil din azizlar. Bu dinni qiyinlashtirishlik yoki bu din orqali qandaydir muammolar keltirib chiqarishlikda dinimizni kamchiligi, xatosi emas, bu shaxslar xatosi hisoblanadi. Qayerdadir din nomidan biror muammo chiqayotgan bo'lsa, bu dinni xatosi emas, bu o'sha shaxslar xatosi. Dinni noto'g'ri talqin qilishligi yoki dinni tushunmasligi oqibatida bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, yassiru va la tu'assiru, bashiru va la tunaffiru deydilar. Oson qilinglar deydi. Ya'ni dinda qiyinlashtirmanglar, oson qilinglar. Odamlarga yengillik beringlar, bashorat beringlar. Ularni nafratlantirmanglar, qochirmanglar deganlar. Shuning uchun dinimizni yengil jihatini gapiriladi. Yengillashtiring degani 5 mahal namoz buyurilgan bo'lsa, yengilroq qilaylik, 3 mahal qilib qo'yamiz. Ramazonda 1 oy emas, yarim oy tutamiz degani emas. Bu qat'iy qoidalarni hech kim buza olmaydi. Yengillashtiring degani fatvo berishlikda, dinni o'rganishda va o'rgatishlikda bir nechta tavsiyalar ichidan yengilini topib berishlik. Buni kim qiladi? Buni faqat ahli ilm, fatvo berishga haqli bo'lgan odam qiladi. Agar bunday qilmasa, u zulm qilgan bo'ladi. Bunga hadis bor. Sahobalar bir nechtalari safarga chiqib kelayotgandilar. Yo'lda bir sahobani boshi yaralanib qoldi, bir jarohat oldi va bu jarohat kuchayib ketdi. Alal oqibat yaxshigina betob bo'ldi. Bir joyga borganda bu inson ertalab g'usl qilishligi lozim bo'lib qoldi. Savol berdi hamrohlariga, "Men nima qilaman endi? Hozir suv tegsa, yaram kuchayib ketadi, azob bo'ladi" dedi. Keyin ular aytdiki, "Yo'q, nima bo'pti? Bunday holatda yurma, g'usl qilishing kerak. Nima bo'lsa ham" degan tavsiyani berishdi. Va u odam g'usl qildi. Sovuq o'tganligi natijasida yarasi, jarohati kuchaydi va vafot etdi. Bu gap payg'ambarimiz alayhisalomga yetib keldi. Ular aytdiki, shunday bo'ldi deganda Rasulimiz alayhisalom ularga qarab, "Sizlar xato aytibsizlar" demadilar. So'zining javobini sizlarga aytmoqchiman. Payg'ambarimizning birinchi bergan gaplari nima bo'ldi aytaymi? "Sizlar uni o'ldiribsizlar" dedilar. "Sizlar uni o'ldiribsizlar. Sizlar bilmasangiz biladigandan so'ramaysizlarmi" dedilar. "U tayammum qilsa bo'lardi-ku" dedilar. Ya'ni har bir narsada berishlikda, ruxsatimizda yengil tomonini olinadi. Ko'pchilik aytadiki, domlalar, xususan mana bizni fatvo beruvchilarda, bular deydi, hamma narsani deydi, osonini aytadi, haqni gapirmaydi, haq unday bo'lish kerak degan tasavvur bor. Aytaylik, kim qattiqroq olib gapirsa, haqoratliroq gapirsa, odamlarni shu junbushga keltirib yuboradigan qilib gapirsa, tanqidiy gapirsagina bu zo'r notiq, zo'r domla deb qabul qilinadi. Uni hamma qilish mumkin azizlar. Taqiqlab qo'yishlik mumkin emas deb qo'yishlikni hamma oddiy inson ham qilaveradi. Bu eng zo'r javob. Shuni qilish mumkinmi mana bu ishni desa, yo'q, qilish mumkin emas deyishlik bu juda ham oson javob. Lekin shariat bo'yicha buni o'rganib to'xtangchi, ha bu bundoq ekan deb javob berishlik bu olimning ishi. Shuning uchun ham dinimizni o'rgatishlikda, o'rganishlikda azizlar, uni o'z egasidan, mutaxassisdan o'rganmoq kerak.